Mana bu granula esa ko'pchilik nima deb savol berishi mumkin. Qaranglar, mana ichida granulalari bor. Bemalol mana bu Turkiyada, chet el, Amerikalarda ishlatiladigan, bilasizlar, qimmatga olinadi, 400 ming, 500 ming, $50. Bizada esa mana shunaqa 100 ming so'mga. Mana bu idishini shundoq ochasizlar, uylarni hidi tutib ketadi. Bu kirlarni yuvish uchun. Kirimizni yuvayotganda ozgina kir mashinani ichiga yoki qo'limizda yuvsak ham ozgina mana shu idishiga shundoq solamiz, mana shularni mayda-mayda anaqalari chiqadi va shuni kir mashinamizga shundoq sug'oramiz va uyni tutib ketadi hidi boru. Kir yuvganinglarda shunaqa shirin hid beradi. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zim ham shuni ishlataman. Qolaversa, mana shunaqa hid prodaja bo'lgan любой gazilardagi chirklar bormi, dimoxoddagi qozon qorayishlari har bittasiga zo'r foyda beradigan, 100% oqartiradigan, yog'larni bir zumda ketkazadigan mana shunaqa chist